Iltimos, videoni tomosha qilishdan oldin kanalimizga obuna bo'ling, like bosing va qo'ng'iroqchani yoqishni unutmang, chunki Avtomashina Channel sizga avtomobil olamidagi eng yangi va qiziqarli yangiliklarni birinchilardan bo'lib yetkazadi. Bugungi videomizda biz 2026 yilgi Honda Tamking motor Home modeli haqida batafsil gapirib beramiz. Avtomashina Channel bu nafaqat avtomobillar, balki sayohat, texnologiya va kelajak transport yechimlariga qiziqqanlar uchun mo'ljallangan ishonchli manbadir. Honda Tamking motor Home 2026 modeli zamonaviy dizayn, qulaylik va funksionallikni birlashtirgan holda ishlab chiqilgan. Tashqi ko'rinishida aerodinamik chiziqlar, ixcham, ammo mustahkam kuzov va yo'l sharoitlariga moslashtirilgan baland klerens mavjud. Old qismidagi LED faralar energiya tejamkor bo'lib, tunda uzoq masofani aniq yoritadi. Yon panellardagi sirgalishga chidamli qoplama va tom qismidagi yuk relslari uzoq safarlar uchun juda qulay hisoblanadi. Honda Tamking motor Home sayohatni sevuvchilar va oilaviy dam olishni xush ko'radiganlar uchun ideal tanlovdir. Dvigatel qismiga to'xtaladigan bo'lsak, 2026 yilgi Honda Tamking kuchli va tejamkor gibrid dvigatel bilan jihozlangan. Ushbu tizim benzin va elektr energiyasini uyg'unlashtirib, yoqilg'i sarfini kamaytiradi va atrof muhitga kamroq zarar yetkazadi. Avtomatik transmissiya silliq va sokin harakatni ta'minlaydi, shuningdek, uzoq masofalarda haydovchini charchatmaydi. Haydash rejimlari shahar, trassa va off-road sharoitlariga moslab sozlanishi mumkin. Bu esa har qanday yo'lda ishonchli boshqaruvni ta'minlaydi. Salon ichki qismi esa haqiqiy mobil uyga o'xshaydi. Keng va yorug' interyer, sifatli materiallar va ergonomik joylashuv bilan ajralib turadi. Old o'rindiqlar aylanuvchi bo'lib, to'xtash vaqtida yashash zonasiga aylantiriladi. Orqa qismida qulay yotoq joyi mavjud bo'lib, u 2 yoki 3 kishi uchun yetarli. Oshxona blokida gaz plitasi, kichik muzlatgich, suv rakovinasi va saqlash shkaflari joylashgan. Bu imkon